Ayzi, qalaysan o'rtoq, yaxshimisan? Kecha gaplashayotgandik, sen ham erim bo'lib kelsa zo'r bo'lardi o'tganim. Qara, ertalab bo'lib ertalab. Chiroyligina. Sadoq. Ha, xotin-qizim. Ha? Salom alaykum. Ha, xotiningiz juda xursand. Savob kepsiz, ha? Ham xursand. Ko'chada ko'rib qoldim, chiroyli gul ekan, podarka qildim, nima qildi? Tug'ilgan kunimida. O, просто berdim. Tavba. Shuncha yil yashab, dadangdan bitta sovg'a ham olmanmi? Tir yo'qol. Chiq. Nima qildi, ha? Xotinli to'kis. Ha. Oy. Ha, oyi, assalomu alaykum. Alo. O'g'lim, qayerdasizlar? Uyga kelsam yo'qsizlar. Ha, keliningizni aylantirishga parkka olib kelgandim. Hozirgi yoshlarga xayr olsin. Uyingdan ilon chiqqanmi? Kunda kunora aylanish. Xo'p, oyi. Hozir boramiz. Voy, ha? Oddiy kuni ham uyda o'tirmas ekansan-da. Yo'q, bilasan, keliniz oysin sog'in. Borib tashab kelib ko'rib kelsin. Yaqinda bordi-yu. Biz paytimizda bir oyda bir marta ham uyimizga jo'natishmasdi-ya. Qaynonamizga chizgan chizig'idan chiqmas edik. Dadangga umuman oyimni sog'indim deb ayta olmaganman. Undan ko'ra chiqib u narsa pishirsin, ayt. Bugun opang keladi. Bor. Tushunarli. Men tayyorman. Mayg'irib, uyingga borib kelganingga o'zi bir hafta bo'ldi. Keyin oying sog'ingan bo'lsang, men telefon qilib gaplash. Opam kelibdi ekan. Somsani oshma bu narsa qilib qo'y. Qizim, kelib qoldingmi? Oyi, chiqib ketayotgan joyimda uyga mehmonlar kelib qolishdi. Endi qaynonam boshqa kuni borarsiz deyaptilar. Mayli oyi, men mehmonlarimga qarang. Boshqa kuni borarman. Bo'pti. Oyjon, opajon kelayotgan ekanlar. Hamma narsa tayyor, yana nimadir tayyorlab qo'ying. Yo'q, qizim. Men siz pishirgan narsalaringizdan qolib, oyijoningizni ko'rib keldim. Boring. Bora qoling. Oyjon. Rahmat.